Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, niyat qilaman, ushbu videoga like bosib, do'stiga jo'natib qo'ygan inson inshaalloh ana shu barmoqlari ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib siyrat bo'lsa, inshaalloh jannat ahlidan bo'lsin. Do'stim, qarang, siz arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qigingiz kelyaptimi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani, ko'rayotganinglar singari harflari katta-katta holatda yozilgan. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Bundan tashqari QR kod orqali ruchkali Qur'onga o'xshab ishlatsangiz bo'ladi. Do'stim, qarang, bitta kitobda qancha ma'no, mazmun yotibdi. Siz bu kitobni o'qiganingizdan keyin hayotingiz 180 gradusga o'zgarib ketadi. Inshaalloh o'zingiz guvoh bo'lasiz. Agarda sizlarga kitobimizni yetkazib berish qiziq bo'lsa, kitobni Rossiya bo'ylab beplat yetkazib beramiz. Xarid qilish uchun esa +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.